Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan iMedTeam gematologiya kursi va bugungi mavzuyimiz trombotik trombositopenik purpura. Videoni ko'rishdan oldin bizning Instagram, YouTube hamda Telegram sahifalarimizga obuna bo'ling. Do'stlar, biz gemostaz buzilishlarini ko'rib chiqyapmiz hozir va gemostaz buzilishlarini aynan gemoragik turlarini, ya'ni gemoragik diatezlarni turlarini ko'rib chiqyapmiz. Gemoragik diatezlarni eslaringda bo'lsa, biz nechta turga bo'lganmiz? Demak, birlamchi hamda ikkilamchi gemostazopatiyalarga bo'lgandik. Biz hozir sizlar bilan aynan trombositopeniyada turibmiz. Trombositopeniyaga mana shu trombotik trombositopenik purpurani kirishimiz mumkin. Eslaringda bo'lsa, trombositopeniya kasalliklarini bir nechta bosqichlarni ko'rganmiz. Ya'ni sizlar bilan mana bularni o'zi ko'rib chiqdik. Va hozir esa navbat trombotik trombositopenik purpuraga. Shuni haqida gaplashamiz sizlar bilan. Trombotik trombositopenik purpurada qanday mexanizmda aynan trombositopeniya rivojlanadi? Qanday mexanizm orqali trombositlar kamayadi degan savol bo'lishi mumkin. Bunda aynan ishlatilishi yuqori bo'ladi. Ya'ni trombotik trombositopenik purpura degan kasalligimizda nomidan aytyapti. Trombotik tromboz rivojlanadi deyapti. Demak, bunda ishlatilishi ko'payib ketar ekan. Ishlatilishi ko'payib ketib, trombositlar kamayadi. Shuni hisobiga bemorda gemoragiyalar kuzatilishi mumkin. Bemorda demak trombozlar bilan birga gemoragiyalar kuzatilishi mumkin ekan. Bo'ldi. Demak, umumiy tushunchalar oldik. Xo'p, darsimiz rejasi xudoolisa bugun aynan trombotik trombositopenik purpurani aynan hozir sizlar bilan umumiy tushunchalarni ko'rib olamiz. Bu kasallik, eslab qolinglar, asosan ayollarda, ko'proq ayollarda uchraydi. Ya'ni erkaklarga nisbatan anchagina ko'proq ayollarda uchraydi. Ayol kishi trombositopeniya bilan kelyapti va hozir aytilgan 5 ta klinik sindromimiz bor. O'sha sindromlar bilan kelyaptimi? Trombotik trombositopenik purpura aynan xavfi yuqori bo'ladi. Ya'ni o'sha bo'lishi ehtimoli baland bo'ladi. Demak, bunda nima bo'ladi? Etiologiyasi nima? Etiologiyasi bunda aynan ADMT-sini defitsiti hisoblanadi. Bu nima o'zi? ADMT-si, ya'ni metalloproteinaz hisoblanadi. Mana shu ADMT-si nima bo'lar ekan? Defitsit bo'lar ekan. O'zi normada bu nima vazifa bajaradi? ADMT 13 normada mana aytayaptiki, aynan faktor von Willebrandani, ya'ni Willebrand omilini demak ingiberlab turadi. Tushundingmi? Ya'ni uni parchalaydi. Faktor von Willebrandani parchalaydi. Shunday qilib, faktor von Willebrandani aynan mana bunaqa polimerlar bo'ladi-da, o'zi polimerlar holatda bo'ladi. Bu faktor von Willebrandi. Endi mana shuni nima qilar ekan? Bo'laklarga bo'ladi. Bo'laklarga bo'lsa, hozir biz aytadigan trombozlar rivojlanish ehtimoli kamayadi-da va bu normal holat bo'ladi. Tushundingmi? Normada shunaqa qilar ekan. Nima qilar ekan? Mana bu faktor von Willebrandani uzun zanjirlari bo'ladi, shularni parchalaydi. Tushundingmi? Ya'ni faktor von Willebrandani parchalaydi-da, ularni kichik qismlarga bo'lib qo'yadi. Ya. Endi hozir bu kasallikda nima bo'ladi? Bu kasallikda ADMTS kamayib ketadi. ADMTS kamayib ketib, faktor von Willebrandi juda ham ko'payib ketib qoladi. Tushundingmi? Ya'ni faktor von Willebrandi ko'pligi uchun endi faktor von Willebrandi qayerda ko'p bo'ladi? Faktor von Willebrandi birinchi o'rinda qonda ko'p bo'ladi. Ya'ni qon sirkulyatsiyalanayotgan faktor von Willebrandining konsentratsiyasi oshib ketadi. Xo'p, bundan tashqari endoteliyalarda ko'payib ketadi. Endoteliyalar, ya'ni endoteliya qavatlarda ko'payib ketadi. Bu esa trombositlarda adgeziyasini oshirib yuboradi va bizda yana faktor von Willebrandi subendoteliya qavatda ham odatdagiga nisbatan ancha ko'p bo'ladi. Ya'ni subendoteliya qavatda, aynan mana bu yerlarda desak to'g'riroq bo'ladi. Demak, faktor von Willebrandi qon tomirida devorlarda ko'payib ketar ekan. Endi trombosit mana shu yerdan o'tib ketayotganda, ya'ni umuman aytganda shu kasallarda qon tomiridan o'tayotganda endoteliya unday qaraydi-da, faktor von Willebrandi ekan. Faktor von Willebrandi bilan eslaringda bo'lsa, glikoprotein 1B miz nima qilardi? Birkardi. Ya'ni trombosit ustida retseptor bor edi, glikoprotein 1B degan. Mana shu glikoprotein 1B miz faktor von Willebrandi bilan ushalib qol, mana shu yerda nima qilar ekan? Trombozlar rivojlantirar ekan. Bo'ldi. Bu umumiy patogeneza edi. Endi e'tibor beringlar do'stlar. Endi savol, nimaga mana bu narsa kamayib ketyapti organizmda? Xo'p, 95% holatda bu orttirilgan bo'ladi buni sababi. Tushundingmi? Orttirilgan. Xo'p, nima orttirilgan bo'lyapti? Nima bu yerda yotibdi tagida desa, autoimmun jarayon hisoblanadi. Tushundingmi? Autoimmun jarayon. Ya'ni organizm mana shu ayolda, mana shu kasal ayolda antitana ishlab chiqariladi. Mana shu antitana borib ADMT-sini bloklab qo'yadi. Bloklagani uchun natijasida faktor von Willebrandi ortib ketadi. Bo'ldi. Va 5% holatlarda esa
bu irsiy bo'ladi. Tushundingmi? 5% holatlarda irsiy holatda irsiylanadi. Ya'ni 100% kasal desak, 95% da asosan autoimmun jarayon hisobiga ADMTS bloklanib qolyapti. 5% holatlarda rostdan ham genetik mutatsiya bo'ladida, genetik mutatsiya bo'ladida, natijada ADMTSni demak sintezi buziladi. ADMTS 13 ni sintezi buzilib, rostdan ham nima qiladi? Kamayib ketadi. Tushundingmi? Ya'ni ADMTS sintezi kamayadi va shu hisobiga ADMTS kamayadi. Tushundingmi? Endi patogeneziga o'tamiz. Faktor von Willebrand'i bo'lmasa, demak nima bo'lar ekan? Trombozlar xavfi yuqori bo'lib ketar ekan. Ya'ni trombozlar rivojlanib ketar ekan, do'stlar. Asosan odatda mana bunaqa holatda bo'ladi. Ya'ni metal proteinaz yo'q, faktor von Willebrand'i aktivlanishi aktiv bo'ladi sirkulyatsiyada va bu trombozlarga olib keladi. Lekin ba'zi holatlarda ba'zi kasalliklar yoki ba'zi aytaylik dorilar deysizmi, infeksion kasalliklarmi, ular mana shu kasallarda tromboz rivojlanish ehtimolini yanada nima qiladi? Uzr, mana bu yerda strelka tepaga bo'lish kerak, tromboz tepaga bo'lish kerak mana shu trombozlar rivojlanish ehtimolini mana bu kasalliklar orttirib yuboradi. Qanday qilib? Endoteliyni zararlash orqali, do'stlar. Hozir bemorda mana normal holatda, ya'ni bunaqa kasallik bo'lmagan holatda endoteliysi zararlanmagan, subendoteliyal qavat ochilmagan va trombosit shunda ham nima qilyapti? Trombozlarni keltirib chiqaryapti. Lekin endi endoteliyni zararlab qo'ysa, mana shu yerda endoteliy zararlanib qolsa, tromboz yanada kuchayib ketadi. Sababi subendoteliyal qavatdagi kollagen ochilib qoladida va shunga yana trombositlar nima qiladi? Yanada trombozlar xavfini ko'paytirib yuboradi. Trombozlar ko'payib ketadi. Tushundingmi? Mana trombozlar yana ko'payib ketar ekan. Xo'p, endi tromboz ko'paysa nima bo'pti? Tromboz ko'paysa endi trombositlar ishlatilishi ko'payib ketganda va trombositopeniya bo'ladida va trombositopeniya hisobiga bemorlarda aytaylik gemoragiyalar rivojlanadi. Ya'ni qanaqa gemoragiya turi edi? Mukoza kutanial, ya'ni tashqi yoki aytishimiz mumkin superficial, ya'ni yuzdagi aynan qon ketishlar kuzatiladi. Mukoza kutanial. Lekin asosiy klinika nima bilan bog'liq bo'ladi desa, asosiy klinika mana bu trombozlar bilan. E'tibor beringlar. Mana shu trombozlar hisobiga nima bo'ladi desak, bunga qo'shimcha ravishda mikroangiopatik gemolitik anemiya rivojlanadi. Mikroangiopatik gemolitik anemiya. Eslaringizmi? Mikroangiopatik gemolitik anemiya gaplashganimizda trombotik trombositopeniya purpura degan kasalligimiz bor deganmiz. Unda nima bo'lardi? Demak, bu kasallikda hozir nima bo'lyapti? Mana shu mikroangiopatik gemolitik anemiyaga nima sabab bo'lyapti desa, aytaylik mana bu yerda tromboz rivojlandi. Tromb hosil bo'ldi mana shu yerda. Mana bu tromb. Endi ertasiga mana shu yerdan o'tib ketaman desa, shizotitga aylanib qoladi, ya'ni parchalanib ketadi. Tushundingmi? Ya'ni ertasiga parchalanib ketadi. Ya'ni mana bu trombga borib uriladi, natijada shizotitlar paydo bo'lib, demak bemorda o'sha zararlangan sohasi, ya'ni gemoliz bo'lib ketib, mana shunday holatda eritrositlar soni kamayib ketadi. Tushundingmi? Endi bu shizotitlar misol uchun nima qila olmaydi, keyin taloqdan o'tayotganda parchalanib ketadi. Shuning uchun anemiya rivojlanadi. Nimaga mikroangiopatik? Sababi tromblar kichik qon tomirlarida rivojlanib, gemolizga chaqiryapti. Gemoliz natijasida hosil bo'lgan shizotitlar taloqqa boryapti, anemiya rivojlanyapti. Ya'ni taloqda bular parchalanib ketyapti. Oqibatda eritrositlar kamayib qolyapti. Bo'ldi. Tushundingmi? Va trombozlar sababli turli xil demak organlarda ishemiyasi kuzatilar ekan, do'stlar. Tushundingmi? Endi do'stlar, e'tibor beringlar. Endoteliyni zararlovchi omillarni mana bu yerda sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib qo'yganmiz. Mana shulardan qaysi biri sizning kasalingizda uchrasa, demak, ya'ni agar kasalingiz trombotik trombositopeniya purpura bilan kasallangan bo'lsa va shunga mana bularning birortasi qo'shilsa, trombozning juda xavfi yuqori bo'ladi. Tushundingmi? Eslab qoling. Xo'p, klinik belgilari. Klinik belgilarni biz pentadaga bo'lib olamiz. Ya'ni 5 ta pentada bo'ladi. Trombotik trombositopeniya purpurada mana shu pentada uchrash ehtimoli baland. Qaranglar. Klinik belgilar demak pentada belgilar bo'ladi. Birinchi o'rinda demak isitma. Nimaga isitma chiqyapti? Isitma chiqishiga sabab shu demak gemolizlar bo'lishi shu asosiy sabab bo'ladi. Ya'ni gemoliz bo'lgan hisobiga asosan bo'ladi. Va trombositopeniya bo'lyapti. Buni sababini bildik. Buyrak yetishmovchiliklari deyilgan. Endi buyrak zararlanishi desak yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni buyrak zararlanishlari kuzatiladi. Sababi aytdik, birinchidan trombozlar rivojlanadi, ya'ni trombozlar va ikkinchidan
anemiya hisobiga gipoksiya bo'ladi. Ya'ni buyrak gipoksiyasi kuzatiladi-da, buyrakda zararlanishi kuzatiladi shunday qilib. Va 4-chi narsamiz bu nima ekan? Mikroangiopatik gemolitik anemiya. Tushunli-ya? Va 5-inchimiz bu markaziy nerv sistemasining zararlanishi. Ya'ni markaziy nerv sistemida ishemiyalar kuzatilishi mumkin. Nimani hisobiga? Tromboz hisobiga. Tushundingmi? Tromboz hisobiga ishemiyalar kuzatilishi mumkin do'stlar. Tushunli-ya? Mana shu 5tasi har bir trombotik trombositepenik purpura bo'lgan kasalda har bittasida mana shu 5tasi hammasi uchraydimi? Yo'q, hammasi ham uchramasligi mumkin. Bu klassik ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Klassik ko'rinishda pentada bo'ladi. Endi bulardan qaysi birlari ko'proq uchrashi mumkin? Ya'ni siz nimani ko'rsangiz, ya'ni klinikasida nimani ko'rsangiz, siz o'sha trombotik trombositepenik purpuraga nima qilishingiz kerak? O'sha dicha shubha qilishingiz kerak. Trombositepeniyani ko'ryapsizmi? Ya'ni trombositlar kam, bemorda lekin trombozlar bor. Trombozlarni qayerdan bilasiz borligini? Bemorda demak ishemiyalar bor, misol uchun buyrak zararlangan yoki markaziy nerv sistemi zararlangan bo'lishi mumkin. Lekin bemorda mana shuni hisobiga trombositepeniya bor, plus mana shunga mikroangiopatik gemolitik gemoragik deyilgan ekan. Gemolitik bo'ladi mana shu yer. Uzr so'raymiz. Mikroangiopatik gemolitik anemiya bo'lyaptimi? Demak do'stlar, bu sizlarda aynan bemoringiz trombotik trombositepenik purpuraga bir tekshirib qo'yish kerak. Ya'ni analizlar topshiriladi qo'shimcha. Tushundingmi? Tushundim. Ya'ni qonni ko'rganingizda qonni nima ko'rasiz? Histotitlarni ko'rasiz va hokazo. Endi e'tibor beringlar. Har bitta mana shu hozir aytgan sindromlarimizga bafurja gaplashamiz. E'tibor beringlar. Birinchi dedik isitma dedik, Isitma endi nospetsifik narsa, ya'ni bu turli xil sabablar bo'lishi mumkin. Isitmaga shuning uchun trombositepeniyani e'tibor beringlar. Ya'ni siz trombositepeniyani qayerdan aniqlaysiz? Buni shuncha darsdan beri o'tdik. Mana shu yerda yana qaytarib ketamiz. Trombositepeniya belgilari birinchi o'rinda bu o'sha mukozokutanial, ya'ni shilliq qavat terida gemoragiyalar kuzatilishi, ya'ni o'sha ekximoz, purpura yoki petsihalar rivojlanishi va qon analizini ko'rganingizda trombositlar odatda, lekin har doim emas, odatda 30 ming mikrolitrdan kamroq bo'ladi. Xo'p, va bu trombositepeniya belgilari klinik, laborator. Endi mikroangiopatik gemolitik anemiyani qayerdan bilasiz? Mikroangiopatik o'sha gemolitik anemiya, keyin hammasini yozmaylik. Mana shuni qayerdan bilasiz endi? Klinikadan qayerdan bilasiz? Birinchi o'rinda anemik sindromdan bilasiz, to'g'rimi? Anemik sindrom. Plus jicha sariqlik kuzatilishi mumkin bemoringizda, ya'ni bemor sariqligi bor, anemik sindrom va bemorda trombositepeniya bo'lyapti. Shu. Va do'stlar, anemik sindromdan tashqari yana aynan biz laborator analiz qildikda gemoglobinning kamligi bu o'sha anemiyani ko'rsatyapti va laktat dehidrogenazani ko'payib ketgani, anemiya plus laktat dehidrogenazi ko'pligi bu katta ehtimol bilan gemolitikligiga e'tibor bering, gemolitikka. Va siz buni bildingizda endi Coombs testini o'tkazib qo'yishingiz kerak. Coombs testi bu yerda musbat bo'ladi. Coombs nimaga kerak edi? Antitana bormi? Eritrosit to'ldirayotgan. Yo'q, bu narsa yo'q bizda. Tushundingmi? Hop, va yana nima bo'lyapti? Bu yerda yana qon analizini, aynan qonni nimada ko'rsangiz, mikroskop ostida ko'rsangiz, siz nimani ko'rishingiz kerak? Histotitlarda bo'ldi. Histotit bor, Coombs отрицательный, anemiya plus sariqlik va qon analizida bundan tashqari giperbilirubinemiya bo'lyaptimi? Giperbilirubinemiya, bilirubinemiya, mana aytgan shu. Va gemoglobinda demak o'sha kamayib ketganini ko'rdik, aytdik va gaptoglobinda kamligi va gemoglobinda o'sha gemoglobin nimada aynan qon tomirida erkin yurishi mumkin. Shu gemoglobinemiya bo'ladi. Xo'p, do'stlar, yana nima qoldi? Buyrak zararlanishi. Buyrak yetishmovchiligi demayapmiz, e'tibor bering. Buyrak zararlanishi deyapmiz. Bunda nima bo'ladi? Buyrak zararlanishida ko'pincha buyraklardagi analizdan bilib olsak bo'ladi. Bu mikrogematuriya bo'ladi. Mikrogematuriya va proteinuriyalar kuzatiladi. Proteinuriya. Mana shulardan bilasiz. Va juda ham kam holatlarda buyrak yetishmovchiliklari, ya'ni o'tkir buyrak yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin. Kam holatlarda. Tushunli-ya? Va kreatinin ortishini ko'rishingiz mumkin yana. Xo'p. Nevrologik belgilarchi. Nevrologik belgilardan qayerdan bilasiz? Nevrologik belgilar nimaga rivojlanadi? Nima hisobiga? Tromb hisobiga,
anemiya hisobiga, ya'ni bemorlarda shu lohaslik, ya'ni lohas his qiladi, o'zini kuchsiz his qiladi va bunga qo'shib bemorlarda aynan narushение сознания bo'ladi. Ya'ni bemorlarda aynan hushi buzilishi, ya'ni hush buzilishi kuzatilar ekan. Hush buzilishi. Xo'p, yana-chi, hush buzilishiga qo'shib yana bemorlarda aynan o'choqli nevrologik belgilar rivojlanishi mumkin. O'choqli nevrologik belgilarda nima, misol uchun plegiya, parez, ya'ni qo'l ishlamay qolishi, qo'lda demak harakatlar yoki oyoqdami o'sha plegiyalar rivojlanishi, mana shular o'choqli belgilar deydi. Va bunga qo'shib bo'lishi mumkin sudorigilar bilan bo'lishi mumkin. Ya'ni bemorlarda talvasa sindromi kuzatilishi mumkin. Bo'ldi. Demak, spetsifik narsalarni mana shu pentada bo'yicha hammasini aytib o'tdik do'stlar. Endi davolashga o'tamiz. Davolashda demak plazmaferez ishlatishingiz mumkin, rituximab va steroidlar. Xo'p, hozir organizmda nima bo'lyapti? Organizmda qonda nima ko'payib ketdi? Qonda birinchi o'rinda o'zi 95% holatda deyapmiz. 95% holatlarda antitanalar o'sha ADMTsini bloklab qo'yapti. ADMTs bloklangani uchun endi nima bo'lyapti? Faktor von Willebrandda ko'payib ketyapti. Xo'p, biz nima qilamiz plazmaferez orqali? Plazmaferezni o'tkazsangiz, mana bu antitanalarni birinchidan yo'q qiladi. Ikkinchidan mana bu faktor von Willebrandda ortib ketganlarni kamaytiradi. Tushundingmi? Antitana kam bo'lsa, endi o'z-o'zidan ADMTs normal ishlashni boshlaydi. Tushundingmi? Normal ishlashni boshlaydi. Shunday, ya'ni plazmaferezda asosiy maqsadi shu. Agar bemorda genetik bo'lsa, unda antitana emas, mana bu faktor von Willebrandni kamaytiradi. Bemorlarda tromboz xavfi kamayadi. Va rituximablarni qo'llashdan maqsad 95% holatlarda aytdik-ku, ya'ni antitana dedik, ya'ni antitana bo'ladi dedik. Mana shu antitanalarni ishlab chiqarishni kamaytiradi, B limfotitlarning proliferatsiyasini kamaytiradi. Umuman aytganda mana shu antitanalarni kamaytirish maqsad qilingan. Steroidlardan ham maqsad mana shu edi. Do'stlar, bugungi mavzu shulardan iborat edi. Qandaydir xato, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Barcha rahmat, salomat bo'linglar.